Alaykum assalom. Bugun siz uchun qanday kun? Bilsa bo'ladimi? Bugun men uchun o'zi odatiy ish kuni, lekin bugun universitetimizda hamma talabalar yuzida xursandchilik kayfiyati ko'tarinki, chunki talabalar kunini talabalar ko'tarinki ruhda auditoriyalarda nishonlashmoqda. Hamma talabalarimizga o'qishlariga, universitetimizning har bir talabasiga o'qishlariga, ishlariga omad tilaymiz. Kelajakda universitetimizda ustozlarning bilimini oqlab, bergan bilimlarini oqlashini so'rab qolamiz. Buyuk yetib kadr bo'lib yetishsin, hammasiga omad tilayman. Rahmat kattakon ustoz, iliq fikrlaringiz uchun. Talabalarimiz ham har tomonlama, bilim tomonlama, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda faolligi bilan, zukkorligi bilan boshqa universitetlardan ajralib turadi. Men universitetimizni alohida mana shu xususiy oliy ta'limlar o'rtasida o'ziga xosligini aytib o'tmoqchiman. Yuqori o'ntalikda turadi. Universitetimizga kelajakda bundan keyin ham talabalarimiz o'zlarining bilimlari bilan oqlashni respublikada va jahonda top mingtaliklarga, top yuztaliklarga kirishini so'rab qolaman. Tabriklayman. Mana shu talabalar kuni munosabati bilan universitetimiz haqida o'z fikrlaringizni aytsangiz. Universitetimiz zo'r. Juda xursandman. Kattakon rahmat. Ustoz, sizga savolim bor edi. Bugun siz uchun qanaqa kun? Bugun men uchun eng yaxshi kun. Men uchun har kun yaxshi. Shu qatorda O'zbekiston bo'ylab qanaqa kun o'tkazilmoqda? Talabalar kuni nishonlanmoqda. Barcha talabalarga omad tilayman. Rahmat ustoz. Siz mana shu talabalar kuni munosabati bilan universitetimiz talabalari haqida hamda universitetimiz haqida o'zingizni iliq fikrlaringizni aytib o'tishingizni so'ramoqchiman. Men aytishim mumkinki, bizni talabalarimiz O'zbekiston kelajagi deb bilaman. Chunki mana hozirgi kunda bugun ayniqsa talabalarimiz birinchi kurslar test sinovini topshirishyapti. Inshaalloh test sinovlaridan o'tsa grant sovrindori bo'lishadi va barcha talabalarga meni tilaklarim kelajakda o'z orzu-umidlariga yetishsin. Qisqa fikrlaringizni berib o'tsanglar, avvalambor sizga bir savol bersam, bugun qanaqa kun siz uchun? Yaxshi kun. Misoldan bugun xalqaro O'zbekistonda xalqaro talabalar kuni. Mana shu talabalar kuni munosabati bilan universitetimiz haqida o'zingiz fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Universitet yaxshi, o'qituvchilari muomalaviy yaxshi, darslarni juda yaxshi tushuntiradi. O'sha. Rahmat. Salomat bo'ling. Albatta, ustoz, mana shu talabalar kuni bilan universitetimiz haqida o'zingizni fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Shu munosabat Universitetimiz tashkil topganiga uncha ko'p vaqt bo'lmaganiga qaramasdan, men o'zim shaxsiy fikrimni bildirmoqchiman. Bizning talabalarning bilimi, zehni juda kuchli deb o'ylayman. Ko'p yil mobaynida institutimizni juda keng miqyosda tanitib berishdi. Talabalarimizga talabalik davrini chiroyli qilib o'tkazishga tilayman. Yaxshi qiz, bugun siz uchun qanaqa kun? Assalomu alaykum. Bugun talabalar kuni. Albatta talabalar kuni bilan tabriklayman. Mana shu kun munosabati bilan universitetimiz haqidagi o'zingizni fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Universitetimiz zo'r, gapirishga til ojiz rostdan ham, o'qituvchilari ham saviyali, zo'r, darslar ham zo'r o'tiladi. Qo'yilgan tavsiya etgan bo'lardim. Qanaqa kun? Bugun talabalar kunimi? Albatta ustoz, mana shu talabalar kuni munosabati bilan universitetimiz haqida, universitetimiz talabalari haqida o'zingizni iliq fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Ta'lim sifati baland, eng pozitiv va zo'r komandali. Yaxshimisiz? Kechirasiz, bugun siz uchun qanaqa kun? Tabriklayman. Mana shu talabalar kuni munosabati bilan universitetimiz haqida o'z fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Ustoz, yaxshimisiz? Ustoz, bugun siz uchun qanaqa kun? Bugun dushanba, yaxshi kun, xayrli kun. Aha, yana shu qatorda O'zbekiston bo'ylab qanday kun o'tkazilmoqda bilasizmi? Bugunmi? 17-oktyabr bo'lsa, 21-oktyabr tilla bayrami yaqinlashmoqda. Bayroq kuni. Bugun shunga tayyorgarlik bo'layotgan bo'lsa kerakda, adashmasam. Siz bugun xalqaro talabalar kuni. Yoshlar kuni. Men talabalarni chin ko'ngildan tabriklayman. Ota-onasini baxtiga,
el yurtimizni baxtiga birinchi o'rinda sog' salomat bo'lsin. Prezidentimizga kuch-quvvat, chegarada turgan askarlarimizga kuch-quvvat, bizni sog'lig'imizni saqlayotgan vrachlarimizga kuch-quvvat, ularning har doim ishlariga omad tilayman. Rahmat kattakon ustoz, fikrlaringiz uchun. Salomat bo'ling. Rahmat.